Doktor, 2 yildan beri farzandsizlik qiynayapti. Oxirgi vaqtlarda tez bo'shanyapman. Nima qilsam bo'ladi? Tez bo'shanish bu bepushtlik sababi hisoblanmaydi, lekin tez bo'shanadiganlarda ba'zan urug' sifati buzilishi mumkin. Tez bo'shanishni davolash uchun 3 ta asosiy texnika kerak hisoblanadi. Birinchisi bu start-stop texnika hisoblanib, maxsus texnologiyalar yordamida, ya'ni maxsus mashqlar yordamida tez bo'shanishni bartaraf qilamiz. Shu bilan birgalikda Kegel mashg'ulotlari ham tez bo'shanishni bartaraf qilishda yordam beradi. Ikkinchi usulimiz bu medikamentoz lecheniya hisoblanadi. Maxsus dorilarimiz bor. Ushbu dorilar yordamida erkakda serotonin miqdorini oshiramiz va buning natijasida ushbu holatni bartaraf qilamiz. Undan tashqari anestetik gellar yordamida terini sezuvchanlikni pasaytirib, tez bo'shanishni oldini olishimiz mumkin. Va nihoyat uchinchisi bu maxsus psixoterapiya va seksoterapiya natijasida erkak o'zining partnyorini qoniqtira bilishdan qo'rqish hissini batamom yo'qotishi mumkin. Bu holat natijasida vaqtdan oldingi eyakulyatsiya jarayoni, ya'ni tez bo'shanish bartaraf qilinadi.